Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana navbatdagi futbolchilarimiz, zagotovkalarimiz keldi. Hozir shogirdlarimiz hammasini toshyapti. Bu yerda qisqacha ma'lumot beramiz. 60lik sxema bo'lyapti. Tayyor bo'lib qoldi pashti. Faqirlari yo'q edi. Bu yerda 90lik sxema Qozog'istonga bo'lyapti. 60lik sxema Xorazmga bo'lyapti. Xo'p, yana bitta 60lik sxema. Xo'p, bunimiz Navoiy viloyatiga bo'lyapti. Mana bunimiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'onga bo'lyapti. Mana bu 76lik ikkita paqirli zakaz qilishgan klientlarimiz. Bunimiz Andijon viloyatiga bo'lyapti. Mana xo'p, agregatlarimiz, mana podstavkalari chista Rossiyaning o'zi. Mana bular Toshkentdan Chirchiq zavodida o'zidan chiqadigani. Bu paqirlarimiz hammasi yangi, hammasi ideal holatda chiqyapti. Oramkalarimiz, hamma narsalarimiz bilan komplekt holatda. Kimga xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar, sifatli qilib, garantiyalari bilan chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Mana hozir telefon raqamlarimizni ham qoldiramiz. Bemalol buyurtma qilishlari mumkin.